Lekin Sulaymon boy edimikin desa, yana gezarib qonni ochib yurganmiz. Olib kelinglar. Qani tosh yo'qotib qo'ydim. Men ol. Bu ikkinchisi, ehtiyot bo'lgin. Bu yog'iga qistiribdi, bu yog'iga qistiribdi. Bir suvdan o'tadiganiga to'g'ri kelib qopti. Og'ziga solib suvdan o'tayotganda bir nima bo'lib, ha deganiga og'zidan suvga tushib ketdi. Yana 5-6 kundan keyin uzuviga mundoq qarasa, Sulaymon o'shandoq. Olib keldilar. Mana bu oxirgisi, bu dunyoda o'zi uchdi. Men uchinchisini olgan. Uchinchisini ham bir sirg'anib yiqilibmi, bir nima bo'lib yo'qotadi. Oxiri qarasa yana shu chaqiringlar bu yoqqa deydi. Ey odammas, asl noshud ekansan. Men seni Xudo aslida seni shunday yaratgan ekan, men seni boy qilaman deb harakat qilibman. Yo'qol ko'zimga ko'rinma deb yuboribdilar.